Umra ziyoratiga borganda ko'pchilikning savoli. Do'stlar, bugun savollarga xudo xolisa to'la to'kis ro'y-rost javob olamiz. Birinchi bo'lib Madina Munavvaradan ziyorat boshlanadi. Do'stlar, payg'ambarimiz ravzalariga olib kiriladimi? Xo'p, Qur'on zavodiga olib kirib chiqilyapti ekan. Biz ham Qur'on zavodiga kirib chiqamizmi? Undan tashqari Aqa borgandan keyin do'stlar sayohat, ziyoratlar bor. Hammasi bo'ladimi? Makka mukarramaga borganimizdan keyin Qizil dengizga olib chiqamiz deyishyapti. Bular bo'ladimi? Gassisalarda 2 kilometr oralig'ida deyishyapti. Bular haqiqatda 2 kilometr bo'ladimi? Undan tashqari do'stlar, o'zbek milliy taomlari 50 yoshlar malakali inson deyilyapti. Bular haqiqatda do'stlar o'z vazifasini mukammal ado qilisharadimi? Shu savollarga xudo xolasa bugungi videoda to'la to'kis ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli umraga bormoqchi bo'lgan hoji ota, hoji onalar. Ya'ni do'stlar, bizni uzoq yaqindan ko'rib turgan azizlar, xudo xolasa sizga to'liq ma'lumot olgani yana yetib kelganmiz, Ulug'bek akam bilan to'liq ma'lumotni beramiz. Do'stlar, hozirgi kunda dekabr oyiga paketlar arzonlabdi ekan. Ozgina pulim yetmayapti turdi. Jitcha yana to'playken yana boraman deganlarga do'stlar arzon paket chiqib bo'ldi. 5-dekabrgacha bo'lgan sanaga xudo xolasa do'stlar arzon narxda borib kelsangiz bo'ladi. Ulug'bek akam to'liq ma'lumotini berib o'tadi buni. Ulug'bek aka hozirgi kunda birinchi bo'lib arzon narx nech pulga arzonladi? Undan tashqari boshda sanab o'tgan savollarimga bir qator javob bersangiz. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsizlar. Xo'p, birinchi narx-navodan boshlab ketsak, 5-dekabrgacha aksiya e'lon qilganmiz. Xo'p, 6 viloyat bo'yicha Samarqand, Termiz, Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namanganda. Xo'p, aksiyamiz $950 standart paketlarimiz. Bu $950 deganimizda aytib paketlarimiz qisqartirilmagan. Paketlarimiz haqida ma'lumot berib ketamiz, bir o'zi savol-javob berib. Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunimiz bo'ladi. Markaziyada mehmonxona 300 metr oralig'ida Andoris mehmonxonasi bo'ladi. Xo'p, erta 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Erta 6 dan oshiq ziyoratlarimiz. Xo'p, aytib o'tganimizdek Qur'on zavodimiz. Qur'on zavodimiz hatto 4 kun ish kuni, 3 kun dam kuni bo'ladi. Agar dam kuniga to'g'ri kelmasa, 100% olib kirib chiqiladi. Keyin Madina Munavvaradan borish eng katta orzuyimiz payg'ambarimiz ravzalariga kirib 2 rakat namoz o'qish. Xudo xolasa, uni tashkillashtirib berganmiz. Shu bugungacha jo'natgan, kecha ham jo'natgan odamlarimiz ravzaga kirib chiqishdi. Xudo xolasa bundan keyin ham 100% harakat qilib olib kirib chiqamiz ravzalarga, xudo xolasa payg'ambarimizni. Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz ibodatlarimizni, sayohatlarimizni tugatgandan keyin labbaykani aytib, xudo xolasa ehromlarga kirib, malakali 50 boshlarimizni aytib ketishdi. Malakali 50 boshlarimiz billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega diniy qo'mitadan ajratgan 50 boshlarimiz ham billa boradi. Xo'p, labbaykani aytib, ehromlarni o'rab, Makka mukarramaga yo'l olganimizda, Makka mukarramada mehmonxonamiz haramdan 1,5 kilometrda uzoqlikda joylashgan Ro'zgarda mehmonxonasi. Yerda piyoda kirib chiqamansiz 10 minutlik 24 soat avtobus xizmatlari bo'ladi. Avtobusda 5 minutdan, agar namoz payti, probka payti o'rib ketsa 10 minut oralig'ida kirib boradi haramga. Xo'p, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Erta malakali elboshimiz bilan birga kelgandan keyin birinchi kutib olishadi, chiroyli qilib kutib olishgandan keyin ovqatlantirib, ovqat olgandan keyin hamma umra qilgani kirib ketiladi. Makka mukarramada malakali elboshimiz umralarni qildirishib, sochlarini oldirib, yetkazishlarda ehromdan chiqarib olishgandan keyin 2 kun dam olishadi. 2 kun erta Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. 3 mahal o'zbek milliy taomlari 2 kundan keyin dam olishgandan keyin qo'shimchasiga erta ham 6 dan oshiq ziyoratlarimiz, ziyoratlar qilib ko'rishgandan keyin yana Qizil dengiz qo'shimchasi Qizil dengiz sayohatlarimiz bo'ladi. 50 boshlarimiz yana savol berishadiki, erta umrani qildirib kelgandan keyin yo'qolib qolishmaydimi? Keyin umra 50 boshimizda erta oqtarib yurmaymizmi? Yo'q, 50 boshlarimiz 14 kun davomida sizlarni aytib o'tganimizdek umralaringni, ziyoratlaringni, sayohatlaringni, Qizil dengiz sayohatlaringni, yana qayta umra badal qilaman deganlar qayta umra badaliga Oysha onamizni miqotiga olib chiqib, qayta umra badal qildirib berishadi, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Aka, xudo xolasa, hozirgi kunda 5-sanagacha 950 deyapsiz. 5-sanagacha $950 dan. Ag'iga nech pul bo'ladi? Xo'p, ag'iga hozircha $1000 ga atrofida chiqyapti narxlarimiz. Endi asosiy bilet narxi tushgan. O'shaning uchun biletni biz asosan narxni nimaga tushib oshiramiz? Biletimizni arzon olsak narx tushadi. Qimmat olinsa narx oshadi, iloji yo'q. Lekin paketdan qisqartirish, kesish, erta sharoitlarni buzishdan naqasimiz, navro'z erta sharoitlarni yaxshilash tarafdori biz bo'lamiz, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Hozir xudo xolasa bemalol pastdagi nomerda bolalar aloqaga chiqishsa javob berishadi. Ma'lumotlar qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rab olsangiz ham bo'laveradi bu narsani. To'lovlar, undan tashqari joy bron qilishlar qanaqa bo'ladi?
Xo'p, javob bron qilishlar mana shu ko'rib turganlarga nomerlarga aloqaga chiqishsa, yana batafsil ma'lumotlar olishib, pasportlarni Telegram orqali va WhatsApp orqali rasmga olib tashlab berilsa, har bitta odamga shartnoma tuzib beriladi. Shartnoma asosi bo'yicha bank orqali to'lovlarni, yo'nsa shotdan shotga, kartadan to'lov qilishlari mumkin. To'lov qilishganda ham cheklarda Centrum Holdings umra ziyoratiga ketayotgani uchun sanasi bo'lsa sanasidan qo'yib berishadi. Agar ofisga kelaman desa, laykasi tashlab berishadi. O'sha bolalar o'zimiz, yo'nsa bolalar kutib olib, to'lovlar ma'lumot berib, joylar bron qildirib, kassamizga kirib, to'lovlar qilishib, cheklar olib ketishlari mumkin bemalol. Keyin yana so'rashadi, bizni firmamizdan nimalar beriladi? Bizni firmamizdan kamzil, lagat tushirgan kamzili, so'mkasi, keyin bejga beriladi. Keyin bizni obunachilarimizga ketadiganlarga alohida yostiq bo'ymoqlar samolyotga ketganda qiynalmasligi uchun. И 5 litrlik zamzam. 5 litr zamzam suvini qaytib kelishlariga beriladi. Bundan tashqari bonus sifatida. Ro'baga endi kelib o'z bilan ko'rishib, gaplashib, to'liq ishonch hosil qilaman deganlarga videoda oxirida bitta manzilni aytsangiz bo'lardi. Xo'p, videoda oxirida desa Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Mustaqillik ko'chasi 692-uyda biz, ya'ni mo'ljal temir yo'l vokzalining oldida joylashgan. Do'stlar, Marg'ilon stansiya deb berishadi. Undan tashqari aytib o'tganlaridek temir yo'l vokzalining yonida o'zi temir yo'l vokzaliga Marg'ilonga kelib temir yo'l vokzali qayerda desalar ko'rsatadi. Yonida o'zi Centrum Holdings katta afishasi, katta ofis do'sa, glавный katta ofisi bor. Kesalarning axborot markaziga kirib, akamiz o'zlari shetdalar, xudo xolasa to'liq bundan ham ma'lumot berishadi. Xudo xolasa manfaatli video bo'ldi degan umiddamiz. Like, podpiska eslayingdan chiqmasin do'stlar. Kommentariyaga omad yozib qo'yinglar. Inshaalloh bundan ham qiziq ma'lumotlarni, do'stlar, yangiliklarni sizlarga ulashib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh biz ham sizga do'stlar yangidan yangi ma'lumotlar berishda charchamaymiz. Sog' bo'linglar.